Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan Suha Minecraft kanali. Akalar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda mod obzor qilamiz, короче. Qaysi modni obzor qilamiz desa, Before Craft degan modimiz bor. Ana shu modda obzor qilamiz. Bu qanaqa mod deyishlaringizdan, bu qanaqa mod deysizlar, bu prosta ko'rasizlar hozir qanaqa modligini. Bu juda ham dahshatli va juda ham qonxo'rli mod. Ko'rib baho berasizlar. Agarda bu modni qayerdan yuklab olishni bilmayotgan bo'lsangiz, albatta bizning Telegram kanaliga o'tinglar va Telegram kanalimizdan bemalol skachet qilib olinglar. Telegram kanalimiz silkasi esa video ostida bo'ladi. Mana shuni video ostida shunday turibdi. Yo bo'lmasa Telegramga kirib Suha Minecraft deb yozsangiz o'zi chiqib keladi. Vosh, akalar. Nima gaplar olamda? Nimalar bo'lyapti? Gapiringlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar video haqida. Yaxshi akalar, aktiv kuchli, aktiv zo'r. Vashim zo'r aktiv. Kattakon rahmat sizlarga. Xo'sh, hozir nima qilamiz? Hozir modni obzor qilib beraman sizlarga. Juda ham zo'r mod. Agarda video olish uchun foydalanmoqchi bo'lsalar, juda ham mod. Agar men video olish uchun, keyin film olish uchun ishlatardim-ku, Minecraft filmini olish uchun ishlatardim. Lekin bitta notaraf bo'lmani. Mani telefonim sal ko'tara olmaydi bu modda. Qiyin-da, qiyin, kuchsiz. Samsung A13 64 ga 4 telefoni. Unday kuchli emas. Xo'sh, qaranglar. Modning nechta narsasi bor? Juda ko'p narsasi bor modda, qaranglar mana. Mana bu hamma narsa, bularning hamma narsasi mod. Akalar, bular predmet deb o'ylamanglar bularni, barisi mod. Tuxumlarni bilasizlar, tuxumlar bari mod. Bu yerda qilichlar ham bo'lishi kerak. Mana qilichlar, yangicha qilichlar, toporlar ham bo'lishi kerak. Toporlar yo'q ekan. Yangicha blok bitta qo'shilibdi. Blok kerak, mana bunaqa narsalar. Bu yerda eng muhimi moblarga qaratilgan. Bu yerda eng muhimi moblarga qaratilgan va moblarni birinma-ketin tanishtirib o'tay sizlarga. Qaranglar mana. Bu askar, qanaqa askar bu? Ko'rmadim. Sehrgar ekan bu. Mana bu dushman. U o'yini. Yugap. Yes, so'zlar kuchliyiz, bratchka. Mana bu-chi? Ha. Buni ham kuch yetma. Bu-chi? Yaxshi aynali zarba beradi. Akalar kuchli. Yaxshi jangchi. Mana bu-chi? Bular ham aslaha emas bu. Bayrog'im yuz bilan tashib ketdim. Bu aslaha emas akalar. Bu jangchi qoschiqa. Chiqu. Ha, chiqdi mana. Unasini yumsin. To'xta, sen bilan hozir baribir jang qilamiz. Birga bar. Ketdi. Qaroqchilar kelmoqchi. Bu modda ichida qaroqchi, yana bir balolar bor. Qaroqchi, oddiy askar, hujumchi, zombilardan tashqari yana qora askarlar, juda ko'p narsa bor. Masalan, ana bu narsalarning barisi bizda predmet deb hisoblanadi. Bularni ishlatib ko'rmaganman akalar. Mana masalan buni olamiz. Qilichini olamiz, buni olamiz. O'sha bularni taniyman birontasini. Qilichchi askar. Va bu shu uni. Lekin bu. Da o'ldi bu, o'ldi. O'lgandan keyin o'ldiraverar ekanda. Ha, bu hech narsa emas ekan. Ha, bu hech narsa. Ye o'ldirib qo'ya hozir. Zo'r narsa ekan-ku. Bu nima? Ha, uy akalar. Qanaqa uy?
Sadaqa biron narsa, hech narsa. Pasla biron narsa qo'yib qo'ysang o'ylasan. Bu nima? Bu yoqdami? Ha, arenami bu? Bu. Kam. Yo, bu shit zashta. Akalar mana. Ko'rasizlar, bularni qo'yib bo'lmaydi bitta tarafdan yomon. Ya. Xo'sh akalar, ko'rdingizlar modlarni. Mana modlarni ko'rsatdim. Akalar qo'li yana nima bor? Uzrlik. Mana bu Ender Pearl. Короче, bular ham nima emas, bular ham odamlar. Oddiy aholi. Bular ishlaydigan aholi bular. Bularni ishlatsalardan beri, ishlatmasalardan beri o'zlari xohishlarsiz. Xo'sh, bizda yana nimalar bu? Mana bunaqa sehrli kuchlar ham bor. Mana buni olamiz. Buni olamiz va buni olamiz, buni olamiz. Ha, masalan yana bir ikkita narsa ko'rsatmadim. Masalan, mana eshikni ko'rsatmadim. Eshik nima desalar, eshik hozir ko'rib turasiz. Bu nima? Buni ham bilmayman akalar. Voy. Black Tower. Kitob akalar. Bu yerga kirdizmi ekan bu? Bu yerga kirdiz ekan. Bu böyle, tushunarli. Понятно. Xo'sh, bu mana eshik. Wow, zo'r narsa. Master Builder. Bu uy quruvchi. Bu sehrgar. Bu uy sehrgarlar bir-biriga qarshi ekan. Bu opa ekan-ku bu. Bu oddiy aholi. Ko'rinmasga onchi. Lekin ko'rar ekan. Va kuchli qilichchi. Ya bu tez ekan bu. Opaligim tez ekan. Qolqon shitam ishlatib ularga. Ko'rdingizmi akalar? Короче, mod shulardan iborat. Agarda kimgadir mod yo'qsa, albatta Telegram kanalga o'tinglar. Telegram kanalimizda turibdi bu mod. Xo'sh akalar, bugungi videorolik to'g'ri kam bo'ldi, 7 minut, lekin modni obzori edi bu. Prosta hamma modni ishlatib ko'ra olmayman. Nima deganlaringizda telefonim qotishini istamayman. Hozir qotmaydigan modlarni ishlatdim. Agarda telefonlaringiz kuchli bo'lsa, ishonsalaringiz telefonlaringizga bu modni sinab ko'ringlar. Bu mod juda ko'p narsasi bor xolos bu modda ichida. Yangicha qurolli uy, yangicha askarlar. Yef! U tiriltirar ekan odamni. Ko'rdingizmi? Короче, shulardan iborat. Xayr, 90 minut bo'lasizlar.